BYD nima uchun O'zbekistonni tanladi va O'zbekiston bilan sizlarning kelajakdagi rejalaringiz qanday? Assalamu alaikum. 主持人好，然后我们乌兹别克斯坦的朋友们，大家好。 O'zbekiston yangi energiya transport vositalarini milliy sanoatni modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishi sifatida belgilagan va aniq hamda qulay siyosiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etmoqda. Elektromobillarga so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda bo'lgan talab ortib bormoqda. Oxirgi 3 yil davomida elektromobillar bozori har yili 40% dan ortiq o'sdi. Demak, bozor salohiyati juda katta. Biz O'zbekistonning eng yirik avtomobil korxonasi bilan qo'shma korxona tashkil etdik. Bu loyiha 1,5 mingdan ortiq mahalliy ish o'rinlari yaratishi va avtomobil sanoatining yuqori hamda quyi tarmoqlar rivojlanishiga turtki berish kutilmoqda. Hozirgi vaqtda BYD Song Plus, BYD Chazor va BYD Yuan Up modellarining mahalliy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan va ular bozorga chiqarilmoqda. Rejaga ko'ra 2026-2027 yillarda BYD kompaniyasining DMI super gibrid texnologiyasiga tayangan holda bir qator yangi modellar taqdim etiladi. Zavoddagi ishlab chiqarish liniyasi BYD tomonidan loyihalashtirilgan. U kompaniyaning global yagona aqlli ishlab chiqarish standartlari asosida ishlaydi. Ishlab chiqarish quvvati 15 GPH, ya'ni soatiga 15 ta avtomobil. Biz Xitoydagi BYD zavodlari bilan bir xil darajadagi avtomatlashtirilgan uskunalar hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilganmiz. Bu Markaziy Osiyodagi yetakchi daraja hisoblanadi. Zavod shuningdek Markaziy Osiyodagi eng katta va eng mukammal sinov test imkoniyatlariga ega bo'lib, mahsulot sifati BYDning xalqaro standartlariga mos bo'lishini ta'minlash uchun 200 dan ortiq global standartlarni qo'llaydi. Endi sifat masalasiga kelsak, biz ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi to'liq sifat menejmenti tizimini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgacha ishlab chiqarish modellarining asosiy sifat ko'rsatkichlari Xitoydagi BYD zavodlari bilan bir xil darajaga yetdi. U ketma-ket 6 oy davomida sanoatdagi eng yaxshi rekord bo'lib qoldi.